Alloh taolo mana shu dargohga kelib duo qilganlarni duosini qabul qiladi azizlar. Bugun duolar qabul bo'ladigan joyda turibmiz. Hajni eng katta ibodati duo degan azizlar. Ko'proq duo qilish kerak. Chunki bugun azizlar, bugun ko'zlardan yosh chiqaradigan joydamiz azizlar. Bugun dardimizni bemalol aytadigan bir joydamiz. O'tirgan hammamiz erkaklar o'tiribmiz bu yerda. Bu yoqda ayollar o'tiribdi mana. Azizlar, ichimizda shunaqa dardlarimiz borki, hech kimga ayta olmaymiz. Lekin bugun butun dardimizni to'kib soladigan makonga keldik. Xohlagan dardimizni aytib, xohlaganimizni so'raydigan, istig'for aytadigan joyga keldik. Bugun ya Rab deb yig'laganimizda labbay ya abdi, bandam nima deysan deydigan joyda turibmiz. Alloh taolo bandasini shunchalik yaxshi ko'rganini siz bilan biz his qila olmaymiz. Alloh taolo bizni sevgani uchun, mana shu yaxshi ko'rgani uchun bizni tavbamizni qabul qilish imkoniyatini berib qo'ydi. Milliardlab musulmondan hammaga ham nasib qilmagan baxt bugun siz bilan bizga nasib qilib turibdi. Shunday ekan, bu yerda ko'proq duo qilishlik kerak. Ibrohim alayhissalom duo qilgan joy aziz. Ibrohim halilulloh yig'lagan makonlar. Ismoil alayhissalom duo qilgan. Safo Marva orasida Hojar onamiz yig'lab, suv izlab yig'lagan makonlar. Ularning duosi qabul bo'lgan. Shuning uchun mana shu tavof qilayotganimizda ham, Safo Marvada yurganimizda ham bularni his qilib, o'sha o'tmish ulug'larni, ulug' zotlarni, payg'ambar alayhissalomlarni duo qilganliklarini eslab, duolarni qabuliyatini umid qilib, biz ham mana shunday taqvoda, shunday tazarruda, mana shunday xushuda turmoqligimiz kerak. Rasulimiz alayhissalom Ka'baga suyanib duo qilgan makonda turibmiz. Rasulimiz alayhissalom ummati uchun yig'lagan makonda turibmiz azizlar. Ana o'shalarni his qilib, ko'proq faqat duo, istig'for bilan bo'lishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda va'da beradi. Ud'uni astajib lakum. Menga duo qilinglar, men mustajab qilaman. Allohga duo qilsak, Alloh qabul qilaman deb va'da qilib turgan bo'lsa-yu, biz buni g'aflatda o'tkazib yorsak, yana bu yerda duo mustajab azizlar. Ruknul Yamoniyda, Maqomi Ibrohimda, Taofda qilingan duo mustajab. Musofirning duosi mustajab. Yana qanday musofir? Allohning mehmoni bo'lgan musofir. Hojilar. O'sha joyda duolarni qilishimiz kerak azizlar.